Sizda ikkita xayrli amalni jamlash imkoniyati bor. Bir vaqtning o'zida boquvchisi yo'qotganlarning boshini silash va qurbonlikni ado etish. Qanday qilib deysizmi? Bunda Mehr 2020 jamoasi sizga yordam beradi. Mehr 2020 hozirda eng katta xayriya tashkilotlaridan biri. Hozirgi kungacha 725 ta boquvchisini yo'qotgan oilalarning 2400 ga yaqin farzandlariga yordam berish bilan shug'ullanib kelmoqda. Oilalarga ro'zg'orlik tarqatishdan tashqari, Mehr 2020 tashkiloti bolalarning ta'lim jarayoniga ham alohida e'tibor qaratishadi. 20 ga yaqin IELTS va SATdan yuqori natijaga erishgan bolalar bor. Bundan tashqari chet el nufuzli oliygohlarida o'qiyotgan bolalarimiz ham bor. Mehr 2020 jamoasi sizlar uchun aynan qurbonlik hayitida o'zini bepul xizmatlarini yo'lga qo'ygan. Endilikda siz bozordan jonni qidirib, uni so'ydirib va eng asosiysi kimga tarqatishni bilmasdan ikkilanib yurmaysiz. Bunda sizga Mehr 2020 xayriya jamoasi eng haqdor oila farzandlariga tarqatib berish orqali yordam beradi. Qurbonlik haqida batafsil ma'lumot olish uchun profiliga obuna bo'ling. Mehr 2020 jamoasi bilan bog'laning. Kirib kelayotgan qurbon hayitingiz muborak bo'lsin.